Soliq tizimiga 2015-yil Uchtepa tumani davlat soliq inspeksiyasiga ish qabul qilinganman. Birinchi ishlagan bo'limim jismoniy shaxslarni mol-mulkka, ya'ni soliqqa tortish bo'limida faoliyatimni olib borganman. Bugungi kunga kelib soliq qarzini undirish yo'nalishida ish faoliyatimni amalga oshiryapman. Ya'ni Toshkent shahar soliq boshqarmasiga 2020-yilda qabul qilingan bo'lsam, juda ko'p ustozlarni ko'rdim. Ya'ni bu ustozlardan ancha tajribalar orttirdik, ulardan kerakli tavsiyalarni oldik. Soliq yo'nalishi bo'yicha haligacha biz ustozlarimiz bilan bamaslahat ishlarni amalga oshiramiz. Tushunmagan joylarimiz bo'lsa, albatta bu ustozlarimizdan yordam, ko'mak so'raymiz. Texnika, texnologiya, internet rivojlanayotgan bir paytda albatta bu soliq to'lovchilar tomonidan savollar bo'lishi tabiiy. Soliq tizimida bir qancha o'zgarishlar amalga oshirildi. Ya'ni bu yerda inson omili kamaydi birinchi o'rinda. Hozir bugun kelib bu to'lov topshiriqnomalarini qo'yish soliq organlari tomonidan bu hozir avtomatlashtirilgan rejimga o'tdi. Korxonalarning balansida bo'lgan mol-mulklari necha ish kunida yechiladi, taqiqlarimiz qancha muddatda ko'rib chiqiladi yechilishi, albatta bu soliq to'lovchi tomonidan beriladigan tabiiy savol hisoblanadi. Soliq to'lovchilarga tushuntirish ishlarini olib boramiz. Soliq to'lovlari to'langandan so'ng sizning mazkur soliq qarzdorligingiz 3 soat ichida yoki avtomatlashtirilgan tizim orqali shaxsiy kabinetingizga boradi deb ma'lumot berib o'tamiz. Korxonalar bilan ishlash hozir bugungi kunda soliqchiga ancha yengillik yaratib beryapti. Korxonaga tashrif buyuramiz, korxona bilan qarzdorlik bo'yicha gaplashamiz. Ularning to'lov muddatlari, korxona tomonidan kutilayotgan to'lovlari, debitor tomonidan undiriladigan tushumlar albatta u o'z natijasini beryapti. Men ushbu sohaga kirganimdan faxrlanaman. Soliq tizimida mana salkam 10 yildan beri ish olib borayotgan bo'lsam, men ushbu kasbni tanlaganimdan juda ham xursandman. Bundan keyin ham ushbu sohada faoliyatimni olib borib, yangiliklar bilan soliq to'lovchilar bilan ishlashni davom ettiraman.